Oho, tom dahshat chiqdi-yu, ha, tom chiroyli chiqdi. Beyda syomka qilamiz detirdim-ku. Ustasi qani ustasi? O'tkir bey do'stim, men tepadaman. Ye, qanday chiqadi bega tomni boshqacha? Chiqadi, tevaga chiqing, yangilarda zo'ri bor, patlichkilarimizga yangilab qo'yganmiz. Chiqing tevaga tez. Hozir chiqaman, bu qaydan chiqadi beyda o'zi? Chiqasiz ichkaridan. Voy, tomlanga chiqish ham qiyin bo'ldi do'stim. Tomda yurish Ey, vaqti qiyin ekan tomlanma. Chiqmagan qiynalyapsiz. Yangilarda zo'ri mana shu yerda. Hurmatli obunachilar va o'tkir buyat obunachilar, qaranglar. Mana bu oldi ko'rinishimiz shu metal cherkizsa, mansard forma bitta beradi. Lekin bu tarafimiz yaxlit shifr. Bu variant sizga yoqadimi? Bu siz mo'ljallagan summadan to'rdan bir qismiga tomni bitirasiz degani. 200 dona shifr qo'yib berganmiz. Hurmatli obunachilarimiz, strapilalarimiz hammasini shu orqa tarafga ukulon qilib berganmiz. Shunaqangi arzon bitta, lekin oldi ko'rinishdan shu mansard formani berib turibdi. Uy egalari men mansard qilmayman. Yetarli xonalarim bor, deyapti. Tadbirkor baribir tadbirkor ekanda har tarafini o'ylar ekan. Sizga ham shunaqa tom xizmat kerak bo'lsa, qarang, oldini mana shunaqa vit qilib beramiz, orqasiga shifr tashib yuboramiz. Pastda ko'rinmadimi shifr? Tashqari fasadi bor. Jo'lli men mansardda 100% mansardda tom dedim. Shunday ichiga chiqib mana shupirdan bo'lgan ekan bag'i. Shifrdan bu Ekonomka ham oldi fasad chiroyli ekan, bag'i mana shupirdan bo'lib yorib yuborsizlar lekin. Sizga ham shunaqa beraymi? Mana shunaqa qilamiz. Jo'lli bag'i. Sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tom xizmatiga aloqaga chiqarasizlar. Joningiz sog' bo'lsin.